Yeni hammaga salom. Yeni darsimizga qaytamiz. 4-chi darsimizda turamiz. Restorativ yapılışın yani instrumentlarım. Türkiye'nin itibar kılacağımız idare hükümet instrument yapışları yok. Bu sefer kendisindeki instrumentle doğruyken bize yap işte Amerika'da koçakları doğru geçecek. Hükümet instrumentlarını karıştırma yönetişlerinde bize şundan yani demek karıştırmayı. Bu fayda hala burası yeni derecede mesleğimiz bugün ve hazırın kunde yüzlerle bölüm icabı çünkü şahs sorunları birinci sınıfı sarılarda işlese bölüm yani de uzun çıkarırken mesela frastör instrümanları alo derecede op çıkarır yani de aynı kurbaş yani çünkü otomasında umre seferleri çünkü hoşbekin seferleri müşterilerine şahs sorunları diye elbette nima uchun oldingizga keldim. Birinchi marta murojaat qilasiz va ikkinchisida esa shu instrumentlaringizga qarab ishlaysiz. Instrumentga qarab ishlash deganda darrov mushkuladan emas, balki biz nafar instrumentdan murojaat qilishsak, albatta sizni ko'rgan klientingiz shaxs fuqaroingiz sizni odam deb o'ylaydi va odamdagi muomala qilib murojaat qiladi va o'sha ikki kishini o'rtasida bo'ladigan suhbatdan a'lo darajada o'tadi va keyingi kundagilarga masalan siz ham u ham o'ylagan bo'lsa albatta muvaffaqiyatga o'tadi va erishadi. Erishadi deganda nimani tushunamiz? Ko'pchilik erishish deganda u joy mashinani kalitini olish yoki uni eshigini ochishga erishish hisoblashi yo'q bu to'g'ri bu narsa ham to'g'ri lekin ko'pchilik kundalikga keladigan bo'lsak bu narsa noto'g'ri. Kundalikda to'g'ri narsa esa mana shunaqa instrumentlar mana shunaqa to'g'ri bo'lgan klientlarni to'g'ri chalishga shaxs fuqarolar erishadi va hamda to'g'ri ishga o'qigan shaxs fuqarolarimiz ko'proq erishadi va albatta erishadi. Ya'ni uchinchi o'qigan shaxs fuqaro generalini bo'lganlarimiz siz to'g'ri o'qigansiz va bunga qo'shilmasdan a'lo darajada o'tishingiz uchun shunaqa o'zingiz tanlagan yo'lni tanlab o'tasiz va bir yo'lga erishasiz. Ikkinchi o'qigan ballingizga qarasangiz hali ham general bo'lolmagan va shaxs fuqarolarning har xil gap so'z tengida qolib ketgan. Ana shunaqa ish bo'lmasligi uchun diplomlarimizni a'lo darajada olib o'tishimiz uchun nima ish qilamiz? Yaxshigina mashaqqat tushunadigan bizadagi yuridik reklama yoki o'sha biznes reklamalarida yoki boshqacha reklamalarda yaxshi bo'lgan o'qituvchini topamiz. Hali ham o'qituvchilarimiz bor va yaxshi bo'lgan o'qituvchi deganda unaqa sog'lom yoki fikr kaliti yoki boshqa shaxsiy hayotidan gapirish emas, balkimda bilimi yoki nimalarga erisha olmaydi. Agar u shaxs bilan birgalikda hayotni boshlab kechiradigan bo'lsa, ana o'sha yo'lini to'g'ri tanlab olgan shaxs fuqarolar esa albatta hozirgi kundagi har qanaqa sinov kelsa ham albatta ustozi bilan boshqasi bilan bo'lgan ota onasi bilan bo'lgan shaxs fuqarolar ham albatta baxtli hayotda yashashmoqda.